Bir oy oldin qizimning xonasidagi hamma narsalarni tarqatib tashlab, xonani bo'm-bo'sh qilib qo'ygan edik. Faqatgina gilam qolgan edi. Gilamni ham berib yuborish uchun yaxshilab o'rab qo'yib, mehnat qilishni boshladik. Usta dizaynerlarni ovora qilmasdan o'zimiz oilaviy mehr berib olamiz. Birinchi bo'lib ishni aboylarni namlab chiqishdan boshladik, chunki biz aboylarni ko'chirmoqchimiz. O'zimcha aqllilik qilib plintuslarni o'zim ko'chirib chiqmoqchi bo'ldim, qarasam kuchim yetmadi. Keyin yaxshi Shohir akamga bu narsani topshira qoldim. Aytgancha Muslima ham xonasiga bizi bilan birgalikda mehr beryapti. Eng katta qilayotgan ishi prosta tak bizani tomosha qilib turib berish bo'lyapti. Qaranglar, maslahatli ish bor. Aboylarni ko'chirib tashlaganimizdan keyin qanaqadir kraska yoki emulsiyada bo'yaganimiz yaxshimi yoki boshqacha aboy yopishtirganimiz yaxshimi? Iltimos, maslahatlaringlarni ayamasdan beringlar, chunki hozir bizga maslahat juda ham kerak. Er-xotin uyga mehr berayotganimizdan ikkinchi kuni aboylarni mazza qilib ko'chirdik. To'g'risini aytsam, aboy ko'chirish bunaqa mazza bo'ladi deb umuman o'ylamadim. Aboyni uni tagiga yopishgan qog'ozini ko'chirish uchun zo'r g'oya o'ylab topdim. Uylarni, chirklarni tozalaydigan parli apparat bor-ku, o'sha menga zo'r yordam berdi. Uyda o'zingizlar aboy ko'chirmoqchi bo'lsangiz, sizlarga zo'r life hack. To'g'risini aytsam, kommentariyada yozganlaringlarni o'qiganimdan keyin boshim battar qotib qoldi. Kimdir aboy yopishtiring, aboy modadan qolmaydi degan. Kimdir aboy modadan qolib ketgan, emulsiyada bo'yash kerak deb yozgan. Yana kimdir chiroyli qilib devorga rasm chizdiring degan. Yana kimdir bo'lsa, qizingizni xonasini roz veranga bo'yab bering degan. Qolganlari mayli-yu, lekin roz veranga bo'yamasligimiz aniq. Buni o'ziga yarasha ikkita sababi bor. Birinchi sababi, bolalar roz xonada yaxshi dam ola olmaydi deb o'ylayman. Chunki juda ham charchatadigan rang. Ikkinchi sababi, meni o'g'lim ham bor. Yangi uyga ko'chgunimizgacha o'g'limni ham, qizimni ham xonasi faqat shu. Bizda hozir bittagina detskiy xona bor. Hozir hamma yoqni pup-pup rangga bo'yab qo'ysam, o'g'lim bu xonada qanaqa qilib yashashi mumkin? Xullas, haligacha miyamda hamma narsa chalkash, menga yordam bermasanglar bo'lmaydi. Miyamni yaxshilab yig'ishtirib olib, bitta qarorga kelishim kerak. O'zi aboy ko'chirganimizdan keyin devor tep-tekis bo'lsa, emulsiyada bo'yab yubormoqchi edik. Nima deysizlar, tinchgina bo'yab qo'ygan yaxshimi? Qizimning xonasini remontini to'xtagan joyidan davom ettiramiz. Talab ko'chirgan aboylarimizni hammasini yig'ishtirib musorga tashladik. Devorlarni bo'lsa, o'ylab kommentariyalarni o'qib, oxiri emulsiya qilishga qaror qildik. Emulsiyada to'xtalganimizning sababi xarajat kamroq bo'ladi, ishimiz tezroq bitadi va xohlagan rangimizga bo'ya olamiz. Emulsiyada bo'yashdan bir kun oldin devorlarni gruntovka qilish kerak ekan. Ya'ni devorni emulsiyaga tayyorlash kerak ekan. Gruntovka qildik va bir kundan keyin o'zimiz xohlagan rangga devorlarni bo'yashni boshladik. To'g'risini aytsam, boshida ko'zimga umuman o'xshamayotgandek tuyuldi. Shu qing'ir chiqayotgandek, yaxshi bo'yalmayotgandek ko'rindi. Shu joyda bu ishlarni boshlaganimizga to'g'risi afsuslandim. Tinchgina o'zimni ishimni qilib yursam bo'lmasmidi deb siqildim. Bilmaganlar uchun aytaman, men ayollar uchun maxsus ozdiruvchi korsetlar sotaman. Shu kungacha qanchadan qancha ayollarni tug'ruqdan keyingi osilgan qorinligiga ketishiga yordam berganman. Bu korset nafaqat qorinni ketkazadi, balki bel va biqinlarni ozishiga ham yordam beradi. Ozdiruvchi korsetlardan tashqari, soch o'stiruvchi sinalgan mahsulotlar ham sotaman. Agar sizlarga mahsulotlarim haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, sizlar uchun Telegram nomerimni qoldiraman. O'zim har bittasi haqida to'liq ma'lumot beraman. Qisqa qilib aytganda, o'zimni binoydek ishim bor. Lekin xuddi g'irt bekorchi insonlar deb mamnaqa remont ishlari bilan ovora bo'lib yuribman. Lekin bir tarafdan bunaqa ishlarni qilib ham qanaqadir mazza qilaman. Ayniqsa, xona tayyor bo'lgani sari ko'zlarim quvnab, rostakasimiga zavq olaman. Endi bu yog'iga polli qilib, mebellarni qo'yib olsak bo'ldi. Aytgancha, polli rangi qanaqa rang bo'lsin, maslahat berib yuboringlar.